Ovsin, menga qarang. Tinchlikmi? Bolangizga qarasangiz bo'lmaydimi? Xonamni yoyib tashadi. Gapirmasam bolamni ham urib tashyapti. Menga qarang. Sizni bolangiz-chi, javob olmas, eshitdingizmi? Xonangizni yoyib tashlagan bo'lsa, uyda o'tirib nima qilyapsiz? Hamma ishlarni men qilsam, hovlini men sipirsam, ovqatni men qilsam, siz nima qilyapsiz uyda, a? Nima deganingiz bu? Men o'ynaganim yo'q, maylimi? Uy ishlarini kim qilyapti? Men qilyapman-da. Hech narsaga ulgurmayapman. Yo'q, bilinmayapti, lekin uy ishini qilayotganingiz. Oshxonaga bitta qarang, yoyilib yotibdi. Oyijondan har doim sizni men gap eshitaman. Nima gap, Chunki sen bilan gaplashib oladigan gap bor. To'g'ri aytasiz. Siz bilan o'zi gaplashib olishimiz kerak, maylimi? Mana bundoq kirgan. Gaplashib olmasak bo'lmas ekan o'zi. Menga qara. Nima qilamiz bularni? Men ham hayronman, aka. Ikkalasini urush jonimga tegib ketdi. Katta o'g'ilman, balki chiqib ketish paytim kelgandir. Ijaraga uy qidirsam ekan. Qiziqmisiz aka? Bu ikkalasini xursand qilmoqchimisiz? Chiqib ketganingizdan keyin umuman oqibatni yo'qotib yuboradi bular. Undan ko'ra bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatni oshirish kerak bu ikkalasini. Qiziqsan-da ukam. Ikkita zahar qachon ko'rgansan asal bo'lgan? To'g'ri. Menda bitta reja bor. Qanaqa reja? Xullas. Bugun siz kech chiqmang. Dadasi, sizga nima bo'lyapti? Anchadan men siqilib yuribsiz. Senga nima bilganing bilan biror narsa o'zgararmidi? Balki yordam berardim. Mashinani 3 oylik kredit qolib ketgan. Bermasa mashinani olib qo'yadi. Mana senga muammo. Ukangizdan so'rasangizchi? Bugun so'ramoqchi edim. Kelsam o'g'sining bilan urushib o'tiribsan. Normal yashasalaring bo'lmaydimi? Yaxshi o'tiribsizmi, adasi? Issiqqina choy damladim sizga. Haligi, adasi, qaroy, dugonalarim bilan gap o'ynayman-ku $100 dan. Shuni vaqti keluvdi, berasizmi degandim. Esing joydami? Qanaqa $100? O'zi $100 ham chiqib yotibdi-ku. Ishim ham orqaga ketgan. Akamdan qarz so'raysam, betim chidamayapti. O'zi hammasiga salla aybdorsanlar. Urushib o'g'sining bilan uyga barakasini qochirdilaring. Tinch, kelishib yashasalaring o'lasanlar. Voy, Ovsin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshi dam oldingizmi? Nima qilyapsiz? Va alaykum assalom. Mullakam xonim yaxshi ko'radilar-yu, shunga abedga xonim qilaylikmi deb o'tdim. Yo'q, bo'ldi. Unaqada men ham yordam beraman. Xamirni o'zim qilaman. Balosan. Men sizga aytgandim-ku, bu ayollar pul uchun dushmani bilan ham o'rtoq bo'lishadi. Ayjam.